30 ming naqd pul bilan mana shu furani egasi bo'lishingiz mumkin. Egalari variantga kelishamiz deb aytayaptilar. Naqd pul sanab oluvchilar bo'lsa narxini 57 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Naqd pulga yana kelishtirib beriladigan joylari ham bor. Ma'lumotlar bilan endi birma-bir tanishtirib o'taman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Tegash 460 talik avtomat korobka yurgan masofasi 1,88,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Baklari bir tomonda 845 talik bak, bir tomonda 450 talik bak bilan jihozlangan. Balolarning holatini, Tegashnikini hammasini 90% holatda hisoblasangiz ham bo'laveradi. Persep standart 96 kubali, moslari saf mos, o'tga qo'sh lentakali. Balolarning holati 4tasi 100% yangi, 2tasi 50% atrofida turibdi. Persepni ichlari ham usilining qilib qo'yilgan. Persepda ham, Tegashda ham hech qanday kamchiliklar yo'q. Bu videoni mana shunaqa variantga fura qidiruvga fura ichi tanishlarga maksimalli tarqatib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Keyin repost tugmasi bor, shuni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni obunachilaringiz ham aynan mana shu videoni ko'radi. Keyin ko'pchilik biladi, Lori.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistika kompaniya. Ishonchli hamda yaxshi narxdagi yuklarni Lori.uz da Telegramdagi guruhidan olishingiz mumkin. Telegram linkini Lori.uz Instagram sahifasiga o'tsangiz, linkka qoldirib qo'yilgan. Shu link ustiga bossangiz, avtomatik guruhga kirib ketib, yuklarni yaxshi narxda va vaqtingizni ko'p sarflamagan holatda olishingiz mumkin.